Xitoylar o'z mamlakat, o'z davlatini, Xitoy Xalq Respublikasini Xitoy demaydi. Faqat ular xorijliklar bilan muloqotga chiqib borganda xorijda gapirishi mumkin. O'zlari Jungo deydi. Bu Jungo so'zi 3000 yildan beri mavjud desa bo'ladi. Bu markazdagi davlat degan so'z. Xitoy degan so'zni atrofdagi xalqlar, jumladan ayniqsa bizning hozirgi tilimizga ruslar orqali kirib kelgan Xitoy so'zi. Bu Xitoyning etnik nomi emas, aksincha qora Xitoylarning nomidan kelib chiqqan. Biz endi musulmon manbalarda qora Xitoy deymiz. Ma'lum bir vaqtda o'rta asrlarda masalan yirik davlat qurib, bu davlat barpo bo'lgandan keyin Turkistonda bular singib ketgan. Shuning uchun O'zbekistonning ko'p joylarida Xitoy qishloq, Xitoy tepa, qora Xitoy degan nomlar saqlanib qolgan, lekin ular alohida etnik sifatida saqlanmagan, singib ketgan. Shuning uchun biz ishlatganda iloji boricha hozir Xitoy Xalq Respublikasi XXR deb qisqacha ishlatish mumkin. Yoki hozirgi Xitoy deb ishlatish mumkin. Ammo qadimgi Xitoyga nisbatan Xitoy deydigan bo'lsak, sal ko'p anglashmovchiliklar chiqadi.